Bu hammasini qo'shib berasan shundan. Xohlasam buni, Xo'p, xohlasam buni, xo'p. xohlasam buni. Hammasini mut qo'shib beriladi. Hammasini qo'shib beriladi. Qaysi aboyni olishimdan qat'iy nazar. Молодец. Aboyingni turi ko'p. Aboyni turi вообще ko'p. Buni o'zini 4 xilmi, 3 xilmi turib olading, ha? Ava, uni o'zini. Yine. Assalomu alaykum. Asl baraka. YouTube kanali obunachilari, yaxshimizlar, podpiska etib, like bosib, kommentariy yozib qo'yinglar. Sizlarga shu cherizdan har xil aboylarni ko'rsatib qo'yadir. Bizning kanalda real dunyodan chiqmagan videolar shu kanaldan chiqadi. Cherizdan ko'rib boraverasizlar. Kanal aboylarni tushiribdi, narx-navosini tushiribdi. Nechik yangi bezakli xillari keldi. Salomlashib. Assalomu alaykum qarindoshlar. Sizlar uchun bugun zo'r manfaatli video bo'ladi. Nechundanda shu narsani o'zim ham ko'p qidirganman. Yapishtirjak vaqtimda u yako'jakimda topilmagan. Rostdan ham nechundasa menda 2 qiz bor. Qizlarim ham shuning gulli narsalarni qo'yib berjak edim. Lekin hozir sizlar uchun aytib qo'ydim shu narsa. Bunda 5 xil rang o'tgan. Endi 5 xil rangni hozir umumiy ko'rsatib o'taman. Birin sizlarga ko'rsatib beraman. Antika bir ozgina go'ktin aralashgan seramarin bilan svet. Keyin salatviy. Och salatviy, приятный, яркий narsa, lekin o'ta nijniy, xameleon. Ben o'tsa ham o'zgaradi, ben o'tsa ham o'zgaradi. Bunaqa narsa. Bunda endi jemchuk. Jemchuk nechik bo'ladi? Jemchuk libboy narsaga tushaveradi. Tiyindagi dekoratsiyasi o'zi alohida tema, ustundagi gullarining o'zi boshqacha. Gul olgandan patlayib yotgan gul emas, odamni xordirmaydi, nijniy. Keyin bunda seri svet. Seri ham shunday do'nadi. Buni keyingisi temniy. Xohlasanizlar bir tarafini buni bosib berib, qolgandan bunda ishlasa ham bo'laveradi. Kombinatsiya taman desangizlar. Hammasi o'tindan bor. Bu narsani tovari чистый tekstil tovarda kачествосына javob beramiz sifatini. Eng zo'ri xohlagan yerida bolalar ruchka bilan rasm chizib qo'ysam, so'kib urib o'tirmaysiz. Sразу ximikat bilan yuvsa ham yetadi. Tovari shuningdek. Narxina keladigan bo'lsak 219 ming so'm. Bir ruloni narxi hozir yo'stiyakku boshida. Xohlagan kelalaringizni ichida qo'shib beramiz. Donasini 100 grammdan. Qarindoshlar, shu narsani qidirib yurgan yaqinlarga yarasizlar, kelasizlar, siz barakadan topasizlar. Sog' bo'linglar.